Assalomu alaykum. Bolalar necha yoshdan boshlab ingliz tilini o'rganish kerak deb o'ylaysiz? Наверное, 5 yoshdan boshlasa. Nima uchun? Uyda agar atmosfera bo'lsa, agar qila olsa ota-ona bo'lmasa, qila olmaydi menimcha. Ko'plab. Aha. Ikkinchisi, qachonki, например, rus tilini harflarini o'qishni o'rganib boshlasa yoki o'zini ona tilini harflarini o'qib boshlasa, o'shanda boshlash yaxshi. 7 yoshdan deb o'ylayapman. Nima uchun? Chunki nima deydi? Shuni boshlaydi-da. Sizni bolangiz bormi? Bolalarim bor, shu 7 yosh Ingliz tiliga berganmisiz? edi. Yoshlikdanmi, 6-sinfdanmi nima mumkin. Masalan, men rus tilini mukammal yaxshi bilaman. Bu til bilgan yaxshi narsa. 4 yosh, 5 yosh. Nimaga? Bilmadim. Shu meni fikrim. Siz ham bolalaringizni shu yoshdan bermoqchisiz. Da, albatta. 7 yoshdan boshlash kerak deb o'ylayman. Nimaga? Shu payt ongi kuchli bo'ladi, tez o'rganadi-da. Bolaligidan o'rgatsa yaxshiroqda. Meni o'g'lim hozir 4-sinf ingliz tilida, rus tilida mukammal gaplasha oladi. Ingliz tili qayerga boradi bolangiz? Mashina. Universitetga keladi. Rahmat Juda zo'r. kattakon. Charchamang. Sog' bo'ling.